أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب العالمين الله سبحانه وتعالى بعدد مقتولر حمد سنالر بسن رسول أكرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات سلامlar بسن السلام عليكم azizlar mo'min musulmonlar hurmatli ro'zadorlar Allah subhanahu va taolo hammalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni Robbil alamin benuqson, xatosiz, kamchiliksiz o'zini dargohida qabul va maqbul qilsin va bundan keyingi bo'ladigan bir necha yildagi Ramazon ro'zalariga Alloh taolo el yurt hammalarimizni tinchlik, omonlik, xotirjamlik, iymon, e'tiqodda yetkazishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hurmatli azizlar, mana bir necha kunlardan beri biz ro'zalarni tutdik. Kecha ro'za boshlanishidan avvalgina ertaga ro'za kelib qolar ekan, qanday qilib tutarmiz ekan degan ba'zi bir o'y fikrlar kelayotgan edi. Biz Ramazon oyini 1-2-10 kunligini nihoyasiga yetkazib, balki 3-10 kunligini ham nihoyasiga yetkazib boryapmiz. Ramazon ro'zasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek al-imsaku anit ta'ami vash-sharobi wal-jima'i, bu o'zini taom yeyishlikdan va suyuqlik, ya'ni sharob ichishlikdan, suv, choy shunga o'xshagan narsalarni hamda ahli ayolga yaqinlashishlikdan tiyilib turishlik, saharlikdan iftorlik vaqtigacha bo'lgan o'rinda mana shu narsalardan to'xtashligini Ramazon ro'zasi yoki boshqa umumiy ro'za deb aytiladi. Hozirgi aytmoqchi bo'layotgan narsamiz fitr sadaqasi. Zakat al-fitr deb kitoblarda keltiriladi. Zakatul fitr degani fitr sadaqasi. Bilasizlar, avval karantin mas bo'lgan vaqtlarda masjidlarga yig'ilib, to'planib, so'ngra o'sha masjidni jamoati, mahalladagi odamlarga, kerak odamlarga berilishlik holatlari bo'lar edi. Lekin bu yil boshqa tartib, boshqacha o'rin. Alloh taolo yengilligini bersin va tezlashtirib bersin. Qanday qilamiz degan savollar bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, farada an-nabiy sallallohu alayhi vasallam zakatal fitri tuhratan lis-soimi min ar-rafasi min al-lagwi war-rafasi degan hadis. Davomi ham bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga fitr sadaqasi berishligini yo'l qilib ko'rsatdilar, farz qildilar, vojib qildilar degan ma'no. Tuhratal lis-soim, maqsad nima deyiladigan bo'lsa, mana shu joy juda ham muhim. Ro'zador insonni poklashlik uchun minal lagwi var rafasi yoki minal rafasi val lagwi kelasi bir xil ma'no. Lag'u va rafas bir-biriga yaqin ma'no, bekorchilikdan, kamchilikdan, xatodan. Va hadisning davomida tu'matan li al-masakin, miskin insonlarga taom bo'lishligi uchun degan hadis. Miskin insonlarga taom bo'lishligi uchun degan hadis. Demak, hadisni bir necha foydalari bor. Birinchisi, ro'zadorni keltirgan kamchiliklarni to'g'rilashlik uchun. Bu hadisni yana bir boshqa hadis bilan inshaalloh tushunishlikka harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis. Ana bu hadisda aytiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'um degani mana bu hovuchlab o'lchanadigan narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakot fitrni qanday qilib berishligini bizga tushuntirib berdilar degan hadis. Biz endi insoniyatni o'ziga o'tadigan bo'lsak, mana bir necha kundan beri ro'zalarni tutdik. Ammo birortamiz ayta olmaymizki, ro'za tutgan vaqtimizda g'iybatdan xoli bo'lmadik, kamchilikdan xoli bo'lmadik, bekorchi so'zlardan xoli bo'lmadik, balki kamchilik, xatolarga yo'l qo'yib qo'ydik. Bularni to'g'rilashlik uchun zakatul fitr beriladi. Hamda yana bir hadisda keladiki, xuddiki sajdai sahv. Sajdai sahv namozdagi kamchiliklarni to'g'rilab yuborgani kabi fitr sadaqasi ro'zani kamchiliklarini to'g'rilab yuboradi degan ma'nodagi hadis. Ana namozda kamchilik ketib qolsa, sajdai sahv qilamiz, to'g'rilab qo'yadi. Buni ulamolarimiz masalan bu kiyimga o'xshatishadi. Insonni kiyimi bir kiyishga yaramaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, dazmollansa, kiyim tekis bo'lib qoladi. Shuni singari ro'zani tekizlashligimiz uchun fitr sadaqasini berishligimiz kerak. Hurmatli azizlar, mo'min musulmonlar, eslatib o'tamiz, fitr sadaqasi, fitr zakoti hayit namozidan avval beriladi. Bunga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, qaysi inson hayit namozi o'qilishlikdan avval
fitr sadaqasini bersa, demak u fitr sadaqasini beribdi. Qaysi inson namoz o'qilingandan so'ng fitr sadaqasini bersa, bu sadaqalardan bo'lgan bir sadaqa, ehsonlardan bo'lgan bir ehsonni qatoriga kirib qolibdi degan so'z. 1-2 kun vaqt qoldi. Shuning uchun hurmatli azizlar, fitr sadaqasini, zakatul fitrni berishlikni unutib qo'ymaylik. Har bir ala kulli muslimin balig'in aqilin, balog'atga yetgan aqlli inson qo'lidagi insonlarni nomidan beradi. Hatto ulamolarimiz aytishadiki, onani qornidagi bolaga ham berilishligi kerak degan so'z. Endi bu yerda ba'zi bir tafsilotlar bor. Boshqa bir joylardan inshaalloh ma'lumotlardan olib ko'pchiliklarning ma'lumotlari ham bor. Masalan, safarda yurganlar kimga beradi, uydagilar uni nomidan berib qo'ysa bo'ladimi, yoki pul beriladimi, yoki o'sha yeydigan taomni o'zi beriladimi degan savollar bor. Bularni batafsil aytmaymiz, qisqa aytishlikka harakat qilamiz. 3 ta mazhabda Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal va Imom Maliki rahimahumulloh jami'an, Alloh taolo ularni o'z rahmatiga olsin, ahli sunna val jamoani imomlaridan, ana ularda zakot fitr berilayotgan vaqtida o'zi taom berilsin debdi. Bizning mazhabimizda esa va Imom Buxoriy va bir necha ulamolar esa pul miqdorida bersa ham bo'ladi deyilgan. Ana men kecha ko'rdim, muftiyatimizni sahifasiga chiqarilibdi. 35 so'mdan boshlanib 500 qanchadir so'mgacha. Masalan, bug'doydan berishligingiz mumkin, o'zini yoki narxini, mayizdan berishligingiz mumkin, o'zini yoki narxini, undan berishligingiz mumkin, xurmodan berishligingiz mumkin. Har bir inson imkoniyatiga qarab. Aytaylik, uyingizda 10 ta odam bo'lsa, ana shu 10 ta odamning nomidan siz fitr sadaqasini berib qo'yishligingiz kerak. Bu narsa esdan chiqib qolmasligi kerak. Nima sababdan desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, tuhratal lis-soim, ro'zadorni, ya'ni siz bilan bizni tutgan ro'zalarimizni poklab beradi, to'g'rilab qo'yadi. Qimmat emas o'zi aslida va bu ham ibodat. Ana o pul bilan bir narsani ehson qilishlik bilan bo'lib ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng Ramazon oyida ko'p ehson qiladigan inson bo'lib qolardilar degan hadis bor. Puldan berasizmi yoki unni o'zini berasizmi? O'sha yurtni deydi ulamolarimiz. O'sha yurtni urfidagi eng tarqalgan narsani bersa ham bo'ladi. Hozir mana ko'pchilik insonlarda unga muhtojlik bormi? Demak, bir oilaga bir qopmidi, yarim qopmidi unni berib kilosini hisoblab bersangiz, inshaalloh zakatul fitr ado qilingan bo'ladi. Mana shunda Xudo xolasa ro'zalarimiz to'liq tutilgan va fitr sadaqalarini o'z o'rnida bergan va inshaalloh bo'lib ham Ramazon ro'zasida keladi va sabatal ajri inshaalloh ro'zani ajr savoblari keldi va olindi deb niyat qilamiz. Robbil alamin Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni fitr sadaqalarini o'z o'rniga, o'z vaqtida beradigan insonlarning qatorida qilsin. Ayniqsa qavmi qarindoshning ichidagi faqir va miskinlarga, ularda yo'q bo'lsa mahalla qo'shnidagi faqir va miskinlarga berilishligi eng maqsadga muvofiq bo'ladi. Qodir emas inson bermaydi, lekin qodir bo'lgan inson albatta berishligi shart bo'lib hisoblanadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.